Do'stlar, biz Andijon viloyati Asaka tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda bizda bir mijozimiz bizdan 20 kilovatlik kotel sotib olishgan va Halilloh akam mana hozir ushbu kotelni ustunovka qilib mijozga topshirish jarayonida. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Tuzimsiz? Aka, mijozimizda qancha maydon bor? Hozir 180 kvadrat. 180 kvadrat. Nechta xona taxminan? Hozir 8 tacha xona bor. 8 tacha xona bor, to'g'rimi? 8 tacha xonamiz 180 kvadrat chiqyapti. 10 ta batareya qo'yganman dedingizmi? 10 tacha batareyalar. 10 ta batareya. To'pli pol bormi bu yerda? To'pli pol yo'q. To'pli pol yo'q, faqat batareya bilan jihozlangan. Taxminan mijozimizni kunlik 24 soatlik rasxoti qancha bo'lishi mumkin? Hozir shu 35 kilo atrofida rasxot qilish kerak biz hisobimiz bo'yicha. Bizni hisobimiz bo'yicha 35 kilo rasxot qilish kerak. Endi uyda utepleniyalar ham menimcha yaxshi o'xshayapti. Yaxshi har holda. Endi bunga yana ham tomlarni o'tib bitiladigan bo'lsa, yana ham rasxot ozayishi mumkin. Ana do'stlar, usta akamizni, santexnik akamizni o'zi aytib turibdi, rasxotni qilish ko'proq uyda utepleniyasiga bog'liq bo'ladi. Sababi do'stlar, uyingiz yaxshi utepleniya bo'ladigan bo'lsa, batareya bo'lmaydi, to'g'rimi? Chiqib turgan issiqlik batareya bo'lmaydi, xonaning ichida qoladi. Shuni hisobiga, misol uchun, agar pechkadan 60 gradus suv chiqyapti va 8 ta radiatordan aylanib kelganda taxminan 40 gradus suv qaytib keladimi? 40 gradus, 40-45 gradus atrofida suv qaytib keladi. Agar shu batareya bo'lmasa, uyingiz yaxshi utepli qilingan bo'lsa, ikkinchi marta aylanganda shu 50-55 gradus atrofida qaytib kelishi mumkin. Buning uchun faqat sizning utepleniyangiz yaxshi bo'lishi kerak, to'g'rimi usta aka? Shunda do'stlar, siz avtomatik kotel yana qayta ko'mir bermaydi, 60 gradus turibdi deb o'ylaydi va ko'mirni tejaydi. Shunda biz aytib o'tgan 35 kilogramm rasxot 25 kilogrammgacha tushishi mumkin bo'ladi. Endi aka bitta kotelni ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu yerga zakrytiy sistema qilgansiz, to'g'rimi? Zakrytiy sistema. Men mana bu soldatchigimizmi shunda? Bu gruppa bezapasi. Gruppa bezapasimiz. Fokusda mo'atkaz qilib, nima bo'lsa qaynaganda mayli. Necha barda ochadi bu? Bu hozir 4 barda ochib yuboradi. 4 barda ochadi, to'g'rimi? 4 bar bo'lganda o'zini avtomatik havoni chiqarib yuboradi. O'zi aslida kotel necha barda ishlaydi? 2 bar. 1.8 2 da. 1.8 2 barda ishlaydi, to'g'rimi? Do'stlar, torch boiler kotellari biz video qilib o'tganmiz. Korxonaning o'zida 6 barga sinaladi. 6 barga sinalib, 6 barga chidaydigan bo'lsa, keyin sotuvga chiqariladi. Aslida bu 1.5-2 barda ishlaydi va guruh bezapasimiz 4 barga chiqqanda havoni avtomatik chiqarib turadi. Bu ko'proq svet o'chib qolganda kerak bo'ladi, to'g'rimi? Svet o'chib qolsa, sirkulyatsiya to'xtab qolsa, shunda mana bu kotel ichida qolib ketgan suv bug'lanib, davleniya hosil qilmasligi uchun bu narsa ishlatiladi. Rastiniy bachogimiz ham turibdi. Aka, men ko'ryapman, misol uchun 20 kilovatlik kotelga hozir siz necha litrli bu? 8 litrlimi, necha litrli? 10 litrli. 10 litrlimi bu? 10 litrli rastiniy bachokni qo'ygansiz. Qayerlardadir ko'ryapmanki, 500 kvadratga ham 10 litrlini qo'yib qo'yishyapti. Bundan nima bo'ladi sizningcha? Unda ham ishlayveradi, iloji boricha hajmi kattarog'ini qo'yilsa ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q. Kichkina qo'yib qo'ysa, ishlashi qiynalashadi. Bu rastiniy bachogimiz o'zi qiynaladi, to'g'rimi? Kotel otishi, misol uchun kotel otadi deyshadi. Ko'proq nimadan kelib chiqadi kotelni otishi? Kotelda otishi sirkulyatsiyaning nasos to'xtab qolgan paytida buni aylantira olmasdan suv bunga to'planib, qaynab, shunda o'tadi. Boshqa paytda o'tmaydi. Bu otish uchun demak mana bu narsa ishlamasligi kerak. Mana shu narsa ishlamay qolsa, hatkashib qolsa o'tadi. Bu narsa o'zida ishlaydi. Nero firmasiniki o'zida shu qadar qo'yapmiz, hatkaz qilmadi. Hatkaz qilmadi, ishlaydi. Aka, ko'pchilik misol uchun mana shu gruppa bezapasini boshqa joyga qo'yib qo'yishyapti. Keraksiz joyga qo'yib qo'yishyapti. Misol sistemadan ancha uzoqga qo'yib qo'yishyapti. Aytaylik, qarang, mana bu yerdan davleniya chiqyapti, kimnidirniki mayda turibdi, kimnidiriki 3 tirsakdan keyin turibdi. Unda menimcha to'g'ri ko'rsatmaydi. To'g'rimi? Unda koteldagi davleniyani emas, turbadagi davleniyani ko'rsatishi mumkin. U turbani yorib chiqib ketib qolishi mumkin yoki bo'lmasam. Shuni hisobiga tavsiya qilamiz, do'stlar. Aslida torch boiler kotellarida ikkita padachi bo'ladi. Tepasida iloji bo'lsa bitta padachi guruh bezapasiz qo'yinglar. Santexnik akalar, bizni ko'ryapgan santexnik akalar, iloji boricha bitta shunga qo'ysangiz yana ham yaxshi bo'ladi yoki bo'lmasam shu mantalni tepasiga yaqin qismiga qo'ysangiz, shunda aniqroq ko'rsatib beradi. 20 kilovatlik kotelimiz do'stlar, ichlari polni to'rliklisdan qilingan bo'ladi. Narxi $1200, vodiy bo'ylab bepul dastavka, qolgan viloyatlarga kelishilgan holat dastavka qilib beramiz. Agar bizni ko'rib turganlar orasida andijonliklar bo'lsa, Asaka, shu Shaharxon shu atrofdan bo'lsa, agar siz kotel sotib olgan bo'lsangiz va sizga sifatli santexnik keladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Mana usta akamizning nomerlarini beramiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli ishlarni bitirib beradi.
Video yoqqan bo'lsa bitta like bosinglar, fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. Sog' bo'linglar do'stlar.